8-mart bayram muborak bo'lsin. Turmush o'rtoqlaring bilan baxtli bo'lib, har doim mana shu bahor kunlarida ochilib sochilib yuringlar. Bayram muborak bo'lsin. Tabriklayman. Barchaga salom, klassdagi qizlar. Bugungi merakalarning qutlu bo'lsin. Umr jastog'ingiz uzoq bo'lsin. Har qachon o'ynab kulib yuringlar. Allohning bergan o'yinlarni quvonchli kunlarni o'tkazinglar. Ayil baxtni tilayman barlig'ingga. Qutluymiz. Salom sinfdosh qizlar, 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni bilan tabriklayman. Yuzinglardan hech qachon tabassum arimasin, bayraminglar muborak bo'lsin. Salam klassdagi qizlar, 8-Navro'z bayramlari qutlug' bo'lsin. Har qachon o'ynab yuraveringlar. Jibni kulga aralmasin. Qo'shqonlarimga baxt tilayman. Assalomu alaykum sinfdosh qizlar. Hammalar 8-mart bilan tabriklayman. Hamisha boshlab ochilib sochilib yuringlar. Aziz do'stlar, Allah'ım qalay. Qizlar, bugungi merakalarning qutlu bo'lsin. Dendeng sog' bo'lsin, ko'ktemning gulida qo'pirib o'ynab yuraveringlar. Balashalaring qizg'in bo'linglar, qurdosdan baxtli bo'linglar. Salam qizlar, qurdoslar. Kelib jetgan Navro'z bayramlaring qutlu bo'lsin. Sizlarga zo'r den sog'lik tilayman. Ko'ktemning sululig'ida sululik ketmasin. Qurdos bilan birga bir jasda qartanglar. Ne diyeyim? Sizlarga tek qana yaxshilik tilayman. Xudo xolasa yaxshi kunlarda kesishguncha. Klassdagi qizlar, bugungi bayramlaringni qutluyman. Baringga den sog'lik tilayman. Har doim oshilib, shoshilib yuringlar. Bayramlaringni tartibdan klassdagilar. Na gulderdek oshilib yuringlar. Vaqtli bo'linglar qurdoshlarim. Assalomu alaykum aziz sinfdosh qizlar. Sizlarni 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan 83-yilgi yigitlar nomidan chin qalbimdan muborak bo'lsin. Sizlarga uzoq umr, tinchlik, xotirjamlik, oilaviy baxt va hamisha shunday go'zalliklar etmasligini tilab qolaman. Xalqaro xotin-qizlar bayrami 8-mart bayrami bilan barcha sinfdosh qizlarimni bayram bilan tabriklayman. Bayram muborak bo'lsin sinfdosh qizlar. Salom sinfdoshlar, qarindoshlar. 8-mart bilan tabriklayman. Nimaiki niyat qilgan bo'lsak, niyatlarga yetinglar. Bundan ham chiroyli bo'lib, bayramlarda xursandchilik bilan sog' salomat yuringlar qardoshlar. Assalomu alaykum sinfdoshlar. Kelayotgan 8-mart bayraminglar bilan tabriklaymiz. Umringlar uzoq bo'lsin. Har doim shunaqa go'zallik tark etmasin, sog' bo'linglar. Yaxshi kuninglar ko'p bo'lsin. Bayraminglar bilan tabriklayman yana bir bor. Sog' bo'linglar. Salom sinfdoshlar, 8-mart xotin-qizlar bayrami bilan 83-yilgi sinfdosh qizlarimni chin dildan tabriklayman. Har doim go'zal, chiroyli, latofatli bo'lib yurishlarini tilab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bayram muborak bo'lsin qizlar. Assalomu alaykum 83-yilgi sinfdosh qizlar. 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami kuni bilan chin yurakdan tabriklayman. Hamisha xonadoninglarda xursandchilik bo'lsin. Yuzinglardan kulga arimasin. Nimaiki yaxshi niyat qilgan bo'lsanglar, hammasi ijobat bo'lsin. Assalomu alaykum sinfdosh ayollar. Sizlarni bugun mana 8-mart bayramingiz bilan tabriklayman. Ilohim umid yo'ldoshingiz bilan baxtli bo'linglar. Farzandlaringiz baxtiga sog'-omon bo'linglar. Nima niyat qilsanglar, niyatingizga hamisha erishinglar. Bayraminglar yana bir bor tabriklayman. Mana bugungi 8-mart xotin-qizlar bayrami bilan hammanglar tabriklaymiz. Qo'shganinglar bilan qo'sha qaranglar. Yurtimiz tinch bo'lsin. Sog'lik, salomatlik. Ishinglarda omad. Bolalaringlar baxtiga sog'-omon bo'linglar. Tabriklaymiz yana bir bor. Assalomu alaykum hurmatli sinfdosh go'zal qizlar. Mana bugungi 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbdan tabriklayman. Bayram hammangizga muborak bo'lsin. Ushbu tarona barcha sinfdosh yigitlar nomidan. Marhamat. Ayol. Daho insonlarning onasi ham sen. Hatto jannat ham oyoqlaring ostidadir ey ayol.
bunchalar aziz va muqaddassan ayon.